Muallif avtomobili kondisioner yaxshi o'tmayapti deb kelishdi. Tekshiryapmiz mana, salafani ko'rasizlar. Bora-bora turtib ketganmiz, lekin havo haydashi past. Xullas, kunlar isigandan keyin, kondisioner sezon kelgandan keyin bir qator avtomobilda salon filtrini ko'rsatib qo'yinglar, sababi to'lib qoladi. Ko'rasizlarmi? Shabadani o'zgargan. Salon filtrida vaqti-vaqtida qarab turinglar. Iloji bo'lsa, har zamon emaslar bo'lganda salon filtrida ishlab turinglar. Xullas, salon filtr juda katta ahamiyatga ega. Kondisionerda ham, pechkada ham. Avvalo siz toza havoda nafas olishingizni ta'minlayveradi, keyingisi salon radiatorida changga, loyga to'lishini oldini oladi. Shuning uchun salon filtrida olib tashlashni maslahat bermaymiz. Vaqti-vaqtida alishtirib yursalaring, shunaqangi chiroyli yuraveradi mana. Hozir pechkamiz havo haydashi ideal sostenida bo'ldi mana. Havo haydashini qaranglar. 2 ga turibdi.